Ha, endi insof sari bor aka. Nima hojaga chebek? Ha, endi insof sari bor. Masjidda aytib, sotaman men ham ko'rganman. Zorimiz yeganda, xudo xolasa 35 million. Boqamiz 35 million bo'lyapti. Ana bormi ekan? Qanchalik yoshi qanaqa? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, YouTube chorva ishg'ollar, chorva sevar do'stlar. Xudo xolasa sanamiz 22-fevral hafta kuniga yakshanba, Farg'ona viloyati Quva tumani. Quva chorva mol bozorining xudo xolasa katta kichik qolardi. Sizlar uchun obzor qilib, narx-navolar bilan birma-bir tanishda davom etamiz. Sizlardan so'raydigan bo'lsa, bir dona like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, hurmatli obunachilar, shunaqa narx-navolar bilan chiroyli qilib tanishtirib, manfaatli, mazmunli video qilib beramiz. Videolarimizda, gap-so'zlarimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Hammalarni ro'za Ramazon bilan yana bir bor tabriklab qolamiz. Boshladik, hurmatli obunachilar. 1,5 yashar hurmatli obunachilar 23 million so'm savdosi o'tdi. Bo'ylari 1,15 plus minus 1,20 atrofida. Necha pul narx aytilyapti? 27. 27 million so'm narx aytilyapti. Qo'yamiz. Hozir tapalag'idan, yapalag'idan. Like'larni bosib turasa davom etamiz. 26 million. Yoshi qanaqa? Yoshi? Yoshi 2 yashar bo'lgan. 2 yashar bo'lgan yo'q. 23 million so'm savdo ko'ribdi. 26 million so'm narx aytilyapti. Hurmatli obunachilar, bo'ylari 1,15, 1,20 bir xil nariga bilan faqat nariga etliroq edi. Bunga nisbatan. Hurmatli obunachilar, xolasa videolarimizda, gap-so'zlarimizda kamchilik bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirasizlar. To'g'rilashga harakat qilamiz. Like'larni bosib turasizlar. Shvetimiz savdo bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, ma'lumotini bilamiz. Bo'yaga necha pul qilishyapti buni? 22,5. Necha pul narx aytilyapti o'zi? Narxi. Necha pul narx aytyapsiz? 26 deyapti. 26 million. 22 million 500 ming so'm savdo bo'lib turibdi. Hurmatli obunachilar, 26 million so'm narx aytilyapti. Bo'ylari bu 25 plus. Davom etamiz. Hurmatli obunachilar, navbatdagi ola variantlar. Boqma nomosimiz. 23 million so'm ham bor deyapti bu egamiz. Mana bo'ylari 1,20 plus minus. Rosa boqishga tayyor narsa. Endi bozorga kirdi 23 million so'm narx aytilyapti. Hurmatli obunachilar, oyoq qo'llari yaxshi narsa mana. Kallalar. Hurmatli obunachilar, like'larni bosib turasa davom etamiz. Hurmatli obunachilar, navbatdagi bu qolamiz. Bitta shvetidan, bitta bunaqa kashtanadan. Bu aka necha pul narxlari? 53 million. 53 million savdo ko'rdim. Necha pul? 48 kilar jupiga. 48 jupiga. Yoshlari qanaqa? 2 yasharga borgan a? 2 yasharga bormagan a? Hurmatli obunachilar, bo'ylari 1,20. Bunisi balandroq ekan bunisiga nisbatan. Bu 1,25 plus, buni 1,25 qilib qoladi. Xolos yaxshi narsa. Shvetini qaranglar. Original narsa. Like'larni bosib turasizlar, qisqa va lo'nda qilib shunaqa navolar bilan tanishda davom etamiz. Hurmatli obunachilar, baraka bo'lgan joydan 22 million 500 ming so'mga bob barakasi bo'ldi. Xolosa qochon ochildi. Hurmatli obunachilar, bozorda ham davom etamiz. Like'larni bosib turasizlar. Bo'ylari 1,20 atrofida. Xolosa Eston nomosimiz. Obunachilar, navbatdagi buqamiz 26 million so'm narx aytilyapti jonivoriga. Bo'ylari 1,20 plus, 1,25 ham tortadi. Hurmatli obunachilar, necha pul narx aytilyapti aka? O'zi aytilish narxi 26. Yoshi qanaqa aka buni? Yoshi bo'lsa tish buzmagan. 2 yasharga bormagan a? Tish buzmagan bo'zaycha. Hurmatli obunachilar, mana jonivor. Oyoq qo'llar cho'zim, bo'ynilari ham ancha yo'g'on. Like'larni bosib turasizlar, hurmatli obunachilar, chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Savdolar avjida, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, navbatdagi ishimiz buqamiz. Xudo xolasa 25 million 500 ming so'm savdo qilishibdi. Toz ma'lumotini bilamiz. Hurmatli obunachilar, boshqa ketlar. Acha yoshi qanaqa buni? Yoshi 4 kilo deyishyapti. Yoshi 4 kilo. Necha pul narx aytilyapti? Narxi necha pul? 28 yosh. 28 million so'm narx aytilyapti, hurmatli obunachilar. Jonivor. 25 million 400 ming so'm savdo ko'ribdi. Jonivor. Uylari 1,15, 1,20 atrofida. Ko'rinishlar. Buni hali aytaman 24 million so'm savdo ko'ryapti. 25 million. Buni ham oz bitta ma'lumotini olamiz. Hurmatli obunachilar, bozorimiz gigantda. Xudo xolasa 35 million boqamiz. 35 million savdo ko'rdi. 35 million savdo ko'rdi. Hurmatli obunachilar, aytilish narxi necha? 50 million.
50 million so'm xayri bor. Hurmatli obunachilar. Molimiz ham mol ekan o'zi, bo'yni ham belimdan yo'g'on. Hurmatli obunachilar. Turuvdi qarang. Xo'rozga chiqqan yo'q aka. Xo'rozga chiqqan yo'q hali. Xudo xolasa 800-900 bemalol uradi. Bozorimizning legendasi mashhur bo'lib turibdi, hurmatli obunachilar. 35 million so'm. Like'larni bosib turasizlar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa savdosi pishdi bu qamiz. 24 million 650 million 650 ming so'mga savdosi bo'p barakasiz bo'ldi. Naraganga xuddi shuni olgan egasi 35 million so'm savdo qilyapti hozir. Hurmatli obunachilar, 35 million so'm bozorimiz legendasi bo'lib turibdi xudo xolasa. Ana, shu boy akamiz oldi xudo xolasa. Buni ham bitta o'z ma'lumotini bilamiz, egasini topadi. Obunachilar yana bitta olasidan mana yoshidan so'raganlarga bo'ylari 110 plus minus. Xolasa kapalag'idan yapalag'idan. Narxi necha pul aka buni? 25 ta. 25 savdo ko'rdimi? Hurmatli obunachilar, 25 million so'm narx aytilyapti. Bunlari 110 plus minus hali savdo ko'rgan yo'q ekan. Xolasa davom etamiz. Aka necha pul qilishdi buni? 20 million 100. 20 million 100. Aytilish narxi necha pul? 26 million so'm. Zo'rdan ko'rinishlari. 26 million so'm narx aytilyapti. Yoshi qanaqa bu aka? 7 oylik o'zi. 7 oylik o'zi. Yaxshi narsa ekan. 7 oylik o'zi bo'lsa, 26 million so'm narx aytilyapti. Bunga 25, bunga 26. Jon. O'ynab turganida. Davom etamiz, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi olasidan mana 21 million so'm savdo ko'rib. Boyaga necha pul narx aytilyapti bunga? 23 kami bor a? Yoshi qanaqa? Yoshi 1 yashardan oshgan. Hurmatli obunachilar, 1 yashardan oshgan bu ham 23 million so'm narx aytilyapti. Ular 10 atrofida. 23. Like'larni bosib tursa davom etamiz. Hurmatli obunachilar. Ya bizni yolg'on bo'lmaydi oshna. Bo'ldi, to'g'rilab berdim. Sotdingmi endi mana? Sotdingmi? Qancha berdingiz? Sotdingmi? Sotaman, qo'shing. Ya endi hozir men endi hali bir-birimiz molimiz savdo qilayotgan bo'lib qolmaydi. Ikkovgami? Nima qilyapman mana hurmat qildim mana. O'zi yolg'on gapirganim yo'q. Nomerini berib ketaman, yer ichini so'rab ber. Lekin baraka topadigan Bo'ldi, sotavering, bo'ldi. aka ikkovga berdingizmi? 32 million 300 ming so'm. Hurmatli obunachilar, 32 million 300 ming so'm jupiga savdo bo'ldi. Hurmat qilib gapirsan. 2 million 300 ga berilmayapti. Oldin 300 ga cheklari uzundan tavakkal. Ha, endi insof sari baraka. Nima hojaga bersin beraman. Ya, endi insof sari baraka. Mana shu yerda aytib sotaman men ham ko'rgan bilganga. Mana shuni sotib, Qo'li baraka. Qo'li baraka, Allohga tavakkal. Ya, men qilayman men sizga. Peshana oldim mana. Rozimisiz? Sotdingizmi? Yo, yurolmayman endi. Endi tanga yurolmayman. Oldim 300 ming so'm tozaga. Sotdingizmi mana? Sotdingmi? 32 million 300 ming so'm to'g'ri. Aka, buni vaqtsiz zo'r qadrlavordim, bu bilmadi lekin. Mana hurmatli obunachilar, bu tomondan bu qollarni ham ko'ringlar. 32 million 350 ming so'mga savdo bo'lyapti xolasa. Mashinasi chiqar, mana unisi bo'lakcha ekan ancha. Mashoq. Bunisiga nisbatan. Bu ham savdo bo'lyapti xolasa. 16 million 50 ming so'm. Jonivor. Xudo xolasa bozorlarimiz qizib qoldi, hurmatli obunachilar. Jonivorlar. Zuqalarimiz seron. Like'larni bosib turasizlar, chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Xudo xolasa navbatdagi mana buqani originalidan xudo xolasa 20 million 500 ming so'm savdosi bo'lib turibdi xudo xolasa. Kallalar. aka bering. 20 million 500 ming so'm. Ish bitmayapti. Buni hurmatli obunachilar, bu ham savdo bo'lib turibdi. Xudo xolasa buni ham bitta ma'lumotlarini bilamiz. Mana o'zi ko'rinishi aytib turibdi-ku. Bu qoni. Necha pul aka buni puli? 25 ming ekan.
25 million kam bor. Yoshi nima? Yoshi qanaqa aka? 1,5 yosh, 2 yoshga yaqin. Savdo ko'rdim. 20. Mana olmasa xudo olib boqma buqamiz. Orqa ketlar aytib, o'zi bo'ylari 1,15, 1,20 atrofida 20 million, 500 ming so'mda o'ynab turibdi narx-navolari. Voy, bo'yi ancha baland. Olmasa oldi korpus, orqasidan nisbatan mana qaranglarda. Oldi 1,20 ga totadi. Bundan ko'ra oldi baland. Bundan ham buni 20 million 500 ming so'm, buni 20 ga 20 million 500 so'm o'ynayapti. Buni savdosi oz bilan xohlasa. Necha pul savdo bo'lyapti aka? 23 million so'm. Xudo olmasa suvdan olmay qo'yavering deyishdi, 23 million so'mga chiqdi xudo xolasa. Ranglarni bosib turasizlar. Jo'nasizlar. Mana bu qo'chalarda originali. Zotini nima dedingiz? Zotini? Ikkosi Ukrainka, ikkosi rossiyskiy. Ikkosi Ukrainka, ikkosi rossiyskiy. Narxlari-chi aka? 18 ga 20 dan kami bor. 18 ga 20. Savdo ko'rdimi yo endimi? 16 ga 17,5 qilyapti. 16 ga 17,5 dan. Hurmatli onajon, uzoqdan ko'rsa 1 metrdan o'sha 1,10 ga totadimi o'sha kattasi. Hurmatli onajon, plus minus. Ular 1 metr plusdan. Fermada nomerni ayting aka. Qiziqqanlarga nomer. 91lik. 91lik. 491 491 44 11. 44 11. Yoshlari qanaqa? Yoshlari 3 oylik. Mana onalar. Bellari. Xudo xolasa kallasidan ham bilib ko'rsatamiz. Mana hurmatli onalar kallalari. Ularda sirg'alari bilan. Hurmatli obunachilar, ishqibozlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Akamizda serobgarchilik ekan. Fermada ham bor, yana nomerlarni qo'yib joyladik. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Hurmatli obunachilar, manzil Farg'ona viloyati Quva tumani. Hurmatli obunachilar, navbatdagisizlar. Mana pachkasi, xudo xolasa, pullar ham original. Necha pul narx aytilyapti bunga? 22 million so'm narx aytilyapti, 18 million so'm savdosi bo'lib turibdi. Hurmatli obunachilar. Yoshi qanaqa aka? Oma rayhon qilyapti hamma yo'l. Laglarni bosib turasizlar. Bo'ylari 1,15, 1,20 plus minus. O'zgacha. Jon. Hurmatli obunachilar, bozorimiz ancha avjida. Birma-bir narx-navo bilan tanishtiramiz. Voyaga necha puldan qilishdi bularni? 15 u 2 qo'y. Mashina o'zini 15 million 200 ming. Yoshi qanaqa aka? Shu o'zgacha. Aytilish narxi necha pul? 16 ya. 16,5. Bunisi-chi? Yo'q, sizdanmi tog'a bu? Hammasi mendan. 14,5 dan kami bor hammasi. 14,5 dan? Voy, 8 ta bor ko'raverasizlar mana. 4, 5, 6, Mana shu yerdan 8 ta. 14 dan kami bor. Mana bu 16 dan kami bor. So'raveradi. Bularda 16 dan. Aka bitta nomer aytasiz endi. Nomer yo'q. Nomer yo'q, a? Mana 8 tasi 14 milliondan, ular 16 million. Mana. Narx-navolar bilan tanishib olasizlar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi yosh ko'chatida yana. Yosh qanaqa aka buni? Yoshi 10 oylik. 10 oylik. Narxi-chi? 17 million chekamiz. Savdo ko'rdimi? 14,5 million. 14,5 million. 7,5 kami bor. Mana, hurmatli obunachilar. Nomerni ayting aka. Ishqibozlariga. Sotvoramiz uka. Sotib yuboriladi. Dehqonchilik, hurmatli obunachilar. Orqalari pachka, xohlasa. Birma-bir navol bilan tanishib turamiz. Yosh ko'chatlar tomonga o'tdik. Layklarni bosib turasizlar. Zo'r yemor. Hurmatli obunachilar, navbatdagi ko'chatlardan serobgarchilikdan xudo xolasa. Aka, bir boshi narxlarni aytib yuboring. 14 dan uchalasi. 15 dan bular hurmatli obunachilar, mana bunaqa tekkizi ham bor ekan xudo xolasa. 15 million so'mdan narx aytilyapti, bularga 14 million so'mdan uchalasi. Yoshlari qanaqa aka bular? 4 oy 5 oylik. Hurmatli obunachilar, optimaga 14 million so'mdan xudo xolasa. Mana uchtasi 14 million, nariga uchtasi 15 million. Layklarni bosiblar, 4 oylik 5 oylik videochalar. Xudo xolasa qisqa qilib, bunda qilib video qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, aka 1 million so'm savdo bo'lyapti ikkalasi. Xudo xolasa bo'ylari 1,10, 1,15 atrofida. Jonivor.
2-3 oy turadi, keyin bir 10 narigisi 1 metr plus minus. Bu xolasa 30 million so'm savdo bo'lib turibdi. bular 5 million 100 milliondan oshiqroq pul bor edi. Hurmatli obunachilar, mana nova so'ragan ukalarimizga 100 millionga bu ikkovini oldim, qo'ysangchi aka, bilasizmi? Pul savdo qilaman. Yo'q aka.